Qo'limda ko'pchilik sevib iste'mol qiladigan va biz bolalarga ko'proq ulashadigan shirinliklar. Ammo so'nggi vaqtlarda ba'zi jinoiy guruhlar orasida aynan yaltiroq konfet qog'ozlari orasiga og'ularni solib maktab bolalariga ulashilayotgani haqida eshitganmisiz? Bugun biz aynan shu mavzuda ko'pchilik ota-onalarni hushyorlikka chorlovchi ba'zi bir ma'lumotlar bo'yicha mutaxassislar bilan suhbatlashamiz. Mavzuni muhokama qilishga qaror qildik. Ekspertlarimiz esa tibbiyot fanlari doktori, professor, Sog'liqni saqlash vazirligi bosh narkologi Zarifjon Ashurov. Xush kelibsiz. Nimani tushunib olishimiz kerak. Hozir biz ko'p gapirayotgan holat bu sintetik giyohvand vositalar haqida gap ketyapti. Psixotrop dori vositalar haqida gap ketyapti va psixofaol kuchli ta'sir etuvchi deydi yoki moddalar haqida gap ketyapti. Bu hozirgi aytilayotgan narsalar oldingi klassik giyohvandlikka o'xshab belgilar kuzatilmaydi. Klassik giyohvandlik deganimda men o'sha oldin ko'pchilik tushunardi, o'sha geroin yoki boshqa bo'lsa, voy mana qo'llarda izlari bor, yoki ko'zi bir qizarib ketgan yoki bir holati gangirab, bangiga o'xshab yurish, shunga o'xshagan narsalarni tasavvur qiladi-da, bolasida uni ko'rmaydi va ko'rmaydi ham. Chunki bu belgilar oldingi klassik kuchli bir giyohvand vositalarga tegishli. Hozirgi sintetik giyohvand vositalar, mana shu konfetda e'tibor filmidagi ham nima? Bu sintetik giyohvand vosita, bu psixotrop bergani yo'q. Sintetik giyohvand vosita berdi bu. Men nomlarini aytmayman, bu reklama bo'lib qolmasligi uchun. Lekin insonlar tushunish kerakki, ota-onalar bolasiga o'sha 6-sinf, 7-sinfga sintetik giyohvand narkotikni beryapti. Va buni bilamizki, narkotik dori vositalar, umuman psixofaol modda yoki aptekadan olinayotgan dorilar, bu birinchi navbatda boshga ta'sir qiladi. Ya'ni markaziy nerv sistemasiga deymiz. Boshga ta'sir qilgandan keyin ana shu bosh miyadagi qon tomirlarida o'zgarishlarni boshlaydi. Bu o'zgarishlar oddiy qilib aytadigan bo'lsak agar, u xuddi bir boshi yaxshi ishlab ketganday, harakati bir tezlashib ketganday, diqqatni bir joyga jamlaganday boshida berganda, kayfiyati ko'tarinki bo'lganday, nimaga deganda o'zi sintetik dori bo'ladimi, psixotrop bo'ladimi, u markaziy nerv sistemasiga o'zini vazifasini bajaradi. Ximiya-ku bu. Ximiya boradi, bajaradi. Birinchi navbatda shuni qiladimi? Ana shu sun'iy ehtiros bolaga yoqadi. Kimgadir. Kimnidir ko'nglini ayntadi, yoqmaydi. Kimnidir o'sha yoqib tushadi. Men hozir aytaman, nimaga kimgadir yoqyapti, kimgadir yoqmayapti. Aytmoqchi bo'lganim, mana shu narsa o'ziga jalb qilib olyaptimi? Bu holatni shunaqa tushunish kerak-da insonlar. Bu yoqimlilik degani ximiyaviy modda o'zini bosh miyaga o'zini ta'sirini qilyapti prosta. Bu yoqimli bo'lib qolganligi uchun emas. Tomir kengayadi, to'g'rimi? O'sha ximiyaviy neyromediatorlar, men uni tushuntirib o'tirmayman. Lekin muammo unda emas-da. Muammo shundaki, ana shu bolaga, ana shu insonga, ana shu obyektga demak ana shu hissiyot, ana shu diqqat yetishmayotgan bo'ladi. U o'shani bitta sun'iy olganidan xuddi bir o'zini norma his qilib qoladi o'sha paytda vaqtinchalik. Va muammo shundaki, mana shu dori-darmon yoki psixotrop yoki giyohvandni qabul qilgandan keyin bir narsani tushunishimiz kerak. Mana oldingilar dedim, bo'shashtirardi dedim. Mana hozirgi giyohvandning asosiy mazmuni ham, muammosi ham shundaki, bu psixostimulyatorlar. Ya'ni kuch beradi как будто. O'zi kuch oladi undan. Vaqtinchalik sun'iy bo'lsa ham. Lekin hamma, masalan, bir kofe ichsangiz ham yoki bir qaysidir ovqat yesangiz ham, ma'lum bir vaqtdan keyin o'sha ovqatning energiyasi tugaydi, yana och qolasizmi? Bu ham xuddi shu sun'iy, sintetik yo giyohvand yoki psixotrop dori yo aptekadan oladigan kuchli ta'sir etuvchini ichyapti.
u olyapti, sun'iy ehtirosni deysizmi, o'sha harakatnimi deysizmi? Lekin qachondir tugaydimi shu? Ana endi tugagandan keyin boyagi haligi o'zi kam edi bu, ozgina bir depressiv, ozgina bir o'zini muammosi ichida bor odamga yoqimli bo'lib qoldi-da bu. Masalan, hammaga ham ovqat talab qilmaydi-ku, qorni ochga ovqat talab qiladi. Demak, u ozgina ochligi bor edi u, hissiyotda ochligi bor edi, kayfiyatda ochligi bor edi, munosabatda ochligi bor edi. Buni umumiy qilib aytganda, bolani o'zini stressga, psixologik immuniteti shakllanmaganligi yoqib tushadi bu. Shuni tushunishimiz kerak. Ya'ni boshqacha qilib aytilganda, bular aytganday, na ota-onasi bu bilan bir maslahatlashadi, na bir o'sha yerdagi muammosini so'raydi undan. Va mana shu birdaniga yoqib tushadimi? Yoqib tushgandan keyin ma'lum bir vaqt o'tadi, u yaxshi o'zini his qilyapti. Endi haligi och qolish belgisi yana paydo bo'ladi. Endi u 10 barobar boyagidan ko'ra kayfiyati yo'q. Munosabatni shakllantirish undan battar kuchayib ketadi. Tobelikka o'tib ketyapti-da bu jihatdan. Hali tobelik haqida ham gap ketmayapti. Hali tobelik haqida gap ketmayapti. Tobelikka o'tish uchun o'zini bir belgilari bor. To'g'ri, bu juda ham tez tobe bo'ladi. Tez qaram bo'lib qoladi. Lekin nimadir yetishmayotgandek his qilishi o'zi bu muammo. Ya'ni tobelikka ham har xil bo'ladi. Ruhiy tobelik bo'ladi, ya'ni shu psixologik unga bir nimadir yetishmayotgandir bo'ladi. Jismoniy qaramlik ham bor-da. U tana og'riydi, hamma yoq u bu. Bizni insonlar ko'rgan narsasiga ishonadigan bo'lib qolgan. Tushunyapsizmi? Lekin rozetkaga qo'lingni tiqsa tiqmaydi, to'kni ko'rmasa ham. Bu yerda ko'rganini, ya'ni xuddi bir qaltirasa, yuragi bir to'xtab qolsa, sudragala bersa, shuni kutish kerak-da. Bu eng oxirgi butun tanaga bergan muammosi bu. Shuning uchun boshidagi belgilarni agar shunday qaraydigan bo'lsangiz agar, u bilish kerak, u nimaga birdaniga kayfiyati o'zgarib qolyapti. Birdaniga yaxshi kayfiyat, bir keyingi paraga o'tsa, kayfiyat yomon. Boshida juda ham yaxshi edi. Chunki u o'shanda ana konfetini qabul qiluvdi. U diqqatni bir joyga jamlagan, xuddi bir hamma bilan tapara-tupur gapirib yotgan. Birdaniga qarasa, keyingisida nima yo'q. Yoki keyin mana shu filmda ko'rsatgandek kuchayib boraveradi. Na qarang, yaxshi munosabatda edi, o'sha o'rtoqlar bilan ham munosabat yaxshi emas, ona bilan ham munosabat yaxshi emas, uyqusi yaxshi emas. Uyqu kunduzi uxlaydi, kechasi uxlamaydi. Ya'ni oddiy hozirgi eng asosiy shunda yuzaga chiqadigan o'sha shaxsni xarakteridan paydo qilish kerak. Xulqidan ko'proq ahamiyat berishni boshlash kerak-da, xulqdan. Tibbiyotdan qidirmang deyapman. Ular tibbiyotdan qidiryapti-da. Tibbiyotdan qidirgani kech bo'ladi. Ya'ni qachonki bir tutqanoq berib qolsa, qachonki voy qaltiryapman desa, yoki qachonki temperaturasi oshib ketsa, yoki ichi ketib qolsa, to'g'rimi? Hushidan ketib qolsa, ana endi tibbiyotdan qidiradi. Xavotir, xuddi bir kimdir kuzatib turgandek, qarang, men gapirsam tugamaydi bu. Chunki bu tugamaydigan muammolarga olib keladi. Tugamaydigan muammoga olib keladi. Endi hozir o'sha e'tibor